Kuzatuvchilar 25 yoshli patsientimiz surunkali anal yorug'i va ichki gemoroy bilan bizga murojaat qilib keldi. Mana lazerli operatsiyaga tayyorladik. Hozir olib kirib ketyapmiz. Lazerli operatsiyamiz 20 minutda Alloh xolasa tugaydi. Sizlarga natijamizni ko'rsatamiz. 25 yoshli patsientimiz Qiziriqdan surunkali anal yorug'i, o'ta kuchli og'riq sindromi bilan va ichki gemoroy kasalligi bilan to'liq bartaraf qilish uchun, butunlay davolash uchun lazerli operatsiyamizni boshlayapmiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Yaxshimi? Ha, yaxshi. Aziz kuzatuvchilar, patsiyentimizda lazerli operatsiyamizni tugatdik. Operatsiyamiz juda ham samarali o'tdi. Biz o'sha oldimizga qo'ygan barcha maqsadlarga erishdik. Operatsiyamiz yoqdimi sizga? Yoqdi, og'riqsiz. To'g'risi aytganingiz bo'ldi. O'sha lazerli operatsiyani men sizga tushuntirganimda shu narsani haqiqatda ko'rdingiz-a? Qanday qilib tushuntirganingiz xuddi shunday bo'lib o'tdi. Hozir mana operatsiyadan keyin hozir qanday holatingiz? Og'riqlar yo'q? Og'riqlar yo'q, juda yaxshi holatda. Yaxshi. Ertaga xudo bo'lsa bir kelib ketasiz, bo'ldi, keyin bemalol uyingizga ketsangiz bo'ladi. Hozir sizga hozircha uyga ruxsat bemalol ketaverasiz, ertaga ko'rishamiz. Aziz kuzatuvchilar, bizni kuzatishda davom etinglar, biz sizlarga natijalarimizni ko'rsatib boramiz.